Yaqinda video chiqargandim. Ideya so'rab. Koreyadagilar uchun kartasiga 50 ming won tashlab beraman. O'zbekistondagilar uchun 500 ming so'm. Rahmat. Ko'pchiliklaring kommentariy yozinglar. Shuning ichidan bu xonda ideyalarni oldimda. Bu ideya Koreyada 10 dollarga nimalar keladi degan ideya. Hozir 10 dollarlik narsa olamiz mana shu marketdan. Shuni ertalab manni kasha qilgani ishlataman. Shu tuxumni olsak 10 dollarga yaqin pul bo'lar ekan. 10 dollar yetmas ekan biz bozorligimizga. Bu halol ramyon Indoneziyadan chiqariladi. Meni hali unaqa podpischikalarim ko'p emas reklama qilishga. Prosta yoshlikni eslab bir makaron qilmoqchiman. Oldin usta boqayotganimizda ko'proq makaron qilardik, tez pishadi deb. Bu makaronimiz 4980 won ekan. Internetda olsa bundan arzonroq. Bugun erindim internetdan zakaz qilganini kutish kerak. Bu yerda ko'pchilik o'ylaydi, semichka yo'q Koreyada deb adashasizlar. Bizda semichkalar bor. Xitoyning semichkasini sotishadi. Buni uncha tuzi yo'q-ku. Shunisi yaxshi. Tuzi kam bo'lsa odamlar sekinroq qariydi. Xudodan tayyorlangan nonni olaman. Xullas 33 ming won bu почти 20 dollardan ozgina oshgan. Lekin aytib o'taman, qaysi narsalar точно 10 dollar bo'lganini albatta. Hozir endi kartoshka piyoz ichkarida qimmat ekan, shuning uchun men bu yerda hali narxi ko'rib o'tib ketgandim. Shu yerdan olamiz. Turganlaringdek 10 dollarga hech kim qorni to'ymaydi. 10 dollarga tuxum keldi. Kartoshka va piyoz. Qolgan narsalar уже oshib ketdi aytgan narxlarimizdan.